Buni siz eshitmagansiz. Ko'pincha bemorlarimiz keladi, bolalarda ham qandli diabet bo'ladimi deb. Ha, bo'ladi. Bolalardagi qandli diabet birinchi tip diabet hisoblanadi va bu yerda eng asosiy narsa absolyut insulin yetishmovchiligi. Ya'ni kuchli stress, kuchli shamollashlardan keyin sabablari juda ham ko'p. Ya'ni bu jarayon autoimmunniy jarayon deyiladi va buni hisobiga bolalardagi bu kasallik, ya'ni umr bo'yi bolalarimizni bazus bolus, ya'ni uzoq muddatli insulinda yurishlariga to'g'ri keladi va asosiy narsa bu yerda insulin terapiyani o'rgatish ota-onalari yoki bolalarimizni o'ziga hamda ovqat rejimini, ya'ni xlebniy единство hisoblab ovqat rejimini bunga to'g'rilab berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bolalarda qandli diabet birinchi tip yuzaga kelmasligi uchun bolalarimizni kuchli stress, qo'rquvlardan va shamollashlardan uzoqda saqlashimiz kerak bo'ladi.